Xush kelibsiz. Xush ko'rdik, hukmdorim. Sizni unutibman. Har doim ehtiyotkormiz, Halil Xolid bey. Modomiki vazifamiz bor ekan, hukmdorim, avvalo saroyni xavfsizlikda tutaylik dedik. 16 ta odam, ikkitasi tajribasizlikdan ketdi. Hovlidagi navbatchilarning joylari noto'g'ri. Darhol qalama-qarshi tartibga o'tishlari kerak. Yo'lakdagi askarlardan bittasi uxlardi, boshqasi navbatchilik joyini tark etgandi. Faqat siz hushyorsiz, hukmdorim. Sizning hunarlaringizni unutmaslik lozim. Bizni hunarlarimiz boshqalarda ham bor, hukmdorim. Afsuski saroydagi xavfsizlik ancha zaif ahvolda. Bu zaiflik bo'yicha bir hisobot tayyorlang. Agar kerak bo'lsa, askarlarga ta'lim bering. Bosh ustiga. Modomiki bu yerda ekansiz, Halil Xolid bey, u holda xufton namozini birga o'qiymiz.